Bismillahirrohmanirrohim. Hazrati Odam va Havvo ona jannatda yashab turib, o'sha bajargan xatolaridan keyin Ibn Abbosdan keltirilgan rivoyatda Odam alayhissalom Hindga tushdi, Havvo ona Jiddaga tushdi. Bular Arofat tog'ida uchrashdi. O'shaning uchun bu tog'ning nomi Arofat, uchrashishlik, ko'rishishlik degan ma'noni beradi. Alloh subhanahu va taolo birodarlar Odam alayhissalomni yerga tushirgach, uning osiyligini kechirdi va unga kalimalarni o'rgatdi. Hazrati Odam yer yuzida 1000 yil umr ko'radi va o'zining farzandlarini sonini 400 mingtaga yetganini ko'radi. Bu birodarlar Isroiliyotdan olingan manba. Qissani yoritgan oyatlarda esa Odam va uning ayolidan Alloh taolo ko'plab erkak va ayollarni yaratdi deya marhamat qilinadi. Endi bir-birini qo'llab-quvvatlab kelgan sahih hadislarga tayanadigan bo'lsak, Imom Tabariydan keltirilgan rivoyatda Havvo ona Odam alayhissalomga 40 ta farzand tug'ib beradi. Har dunyoga kelgan farzandlari egiz bo'lib, bittasi qiz, ikkinchisi o'g'il dunyoga keladi. Ya'ni Havvo ona birodarlar 20 marotaba homilador bo'ladi. Hazrati Odam va Havvoning eng birinchi farzandi o'g'il bo'ladi, yonidagi egizi esa boya aytganimizdek qiz bo'ladi. Farzandlarining birinchisining ismi Qobil, qizdiki esa Qulayn bo'ladi. Ularning oxirgi farzandlari esa Abdul Mug'iz va Ummul Mug'iz bo'lib dunyoga keldi deya rivoyat qilinadi. Imom Termiziy masatlarida keltirilgan sahobalardan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keltirilgan hadisda Alloh subhanahu va taolo Hazrati Odamni yaratib bo'lgach, uning umurtqasini zohirini siladi va ana shu ondayoq to qiyomatgacha yashab o'tadigan Odam alayhissalom zurriyotlarini ruhini yaratdi. O'sha yaratilgan ruhlarni har bittasini peshonasidan Alloh nur yaratdi dedi Rasululloh. Hazrati Odam yaratilgan ruhlarni ko'rib turib Allohdan Parvardigoro, bular kim deb so'raganida, sizni deydi Alloh taolo, ey Odam, qiyomatgacha yashab o'tadigan zurriyotlaringiz deydi. Shunda o'sha yaratilgan ruhlarning ichidan bittasini peshonasidan chiqayotgan nur Odam alayhissalomni e'tiborini tortadi. Va Hazrati Odam, Parvardigoro, bunisi-chi bunisi? Bu kim deganida Alloh taolo javob berib, bu deydi ey Odam, oxirgi zamonda yashab o'tadigan zurriyotingiz Davud alayhissalom dedi. Davud alayhissalomni birodarlar Alloh oxirgi zamonda yashab o'tadi deyapti. Parvardigoro buni umri qancha? Necha yil hayot kechiradi desa 60 yil deydi. Unda Odam alayhissalom aytadiki, Parvardigoro, men umrimdan 40 yilini olib, shu zurriyotimni umriga qo'shib qo'ygin deydi. Alloh qodir bo'lgan zot birodarlar. Odam alayhissalomni 1000 yillik umridan 40 yilini olib, Davud alayhissalomni umriga qo'shib qo'yadi. Imom Ahmaddan keltirilgan hadisda Hazrati Odam yer yuzida 960 yil hayot kechiradi va boqiy dunyoga ketar soati yaqinlashar ekan, xastalikka uchrab yotib qoladi. Va ana shu betob bo'lib qolgan kunlarning birida o'zining farzandlarini atrofiga yig'adida, meni jannat mevalaridan yegim kelyapti, menga topib olib kelib bera olasizlarmi deganida, Odam alayhissalomning farzandlari jannat mevalarini yerdan qidirib uylaridan chiqib ketishadi. Hazrati Odamning farzandlari otasi uchun jannat mevalaridan topish maqsadida uylaridan chiqib ketishgach, endi birodarlar Odamning oldiga o'lim farishtasi keladi. Va har bitta payg'ambarga ixtiyor berilganidek, boyagi o'lim farishtasi Odam alayhissalomdan ham jonini olish uchun izn so'raydi. Ey Odam, dunyoda qolasizmi yoki bo'lmasam hozir Robbingizga qovushasizmi deya. Har bitta payg'ambar birodarlar
qancha hayot kechirishini bilgan va har bitta payg'ambarning joni olinishidan oldin o'zidan izn so'ralgan. Ketasizmi yo davom etasizmi degan. Xuddi shunday Odam alayhissalomning ham oldiga o'lim farishtasi kelib, "Ey Allohning payg'ambari Odam, ketar soatingiz yaqinlashib qoldi. Yana ma'lum bir muddat dunyoda qolasizmi yoki bo'lmasam hozir Robbingizga qovushasizmi?" deganida Odam alayhissalom aytgan ekanki, "Ha, axir hali meni umrimdan yana 40 yili bor-u" degan ekan. Birodalar, inson bolasi mana unutuvchan bo'ladi. Bu unutuvchanlik esa otamiz bo'lgan Odam alayhissalomdan meros bo'lgan ekan. Hazrati Odam ham umridan 40 yilini Davud alayhissalomga berganini unutib qo'ygan ekan. Inson degan so'z arabchada nison degani unutish degan ma'noni berar ekan. Odam alayhissalom yoniga o'lim va boshqa farishtalar kirib kelayotsa, ularni Havvo ona tanib qolgan ekan. Qayerdan taniydi u deyilsa, chunki bular birgalikda jannatda yashagan edi. Havvo ona o'sha kelgan farishtalarni o'lim farishtasi ekanligini va nima uchun kelganini bilgach, ana shu farishtalarga qarab turib, qo'ylar endi deganday o'rtaga tushmoqchi bo'lsa, Odam alayhissalom aytgan ekanki, boshimga qanaqangi nima kun tushgan bo'lsa, sizni deb tushdi. Endi jim turing, aralashmang. Robbimni maloikalari bilan meni xoli qo'ying. Parvardigorimni huzuriga ketishni xohlayman degan ekan. Boya otasi uchun yerdan jannat mevalarini qidirib ketayotgan Odam alayhissalomning farzandlari oldidan inson suratida, qo'llarida kafan va mayitni ko'mish uchun kerak bo'ladigan barcha jihozlarni ko'tarib farishtalar chiqadi. Shunda inson suratidagi farishtalar, "Ha, odam farzandlari, qayerga ketyapsizlar?" desa, ular aytishadiki, "Bizning otamiz kasal bo'lib qoldi va jannat mevasidan yegisi kelyapti ekan. Shuni qidirib ketyapmiz" deyishganda, haligi farishtalar, "Bo'ldi endi ey odam farzandlari, orqalaringga qaytaveringlar. Otalaring vafot etdi" deyshadi. Ular birodarlar Hazrati Odamni ko'mish uchun kelayotgan inson suratidagi maloikalar bo'ladi. Insoniyatning otasi bo'lgan Hazrati Odam yer yuzida birodarlar 960 yil hayot kechiradi va umri tamomiyla taqvoda o'tadi. Bu inson olamdan o'tgach esa boyagi inson suratidagi farishtalar Odam alayhissalomni yuvishadi, kafanlashadi va janozasini o'qib turib aytishadiki, "Ey odam farzandlari, mana shu ish sizlar uchun sunnat bo'ldi" deyshadi. Hazrati Odam olamdan o'tib, oradan 1 yil o'tgach, Havvo ona ham bu olamdan ko'z yumib ketadi birodarlar. Ibn Hibbondan keltirilgan hadisda Abu Zar G'ifforiy Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Rasullarning eng avvali kim yo Rasululloh deb so'raganida, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Hazrati Odam dedi. Shunda ham nabiy hamda rasulmi desa, Rasululloh yana ha deya javob beradi. Bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, birodarlar, Odam alayhissalom o'zining farzandlariga ham nabiy hamda rasul bo'lgan ekanlar. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.